Biz suhbatni boshladik. O'zi bu joyda gapirishligimiz ayni beodobchilik, chunki mana ustozimiz, mana qordomlalar, ustozimiz mana tanigan bo'lsak, madrasada Marg'ilondagi Said Ahmad Xo'ja madrasasida 1992 dan shu 96 gacha bizga ta'lim bergan Murodulloh hoji domla ustozimiz bo'ladilar. Alloh rozi bo'lsin ustozimizdan. Bu ustozni oldilarida o'zi gapirishlik ayni beodobchiligi, lekin amr odobdan ko'ra ustun degan qoidaga ko'ra bir ikki og'iz suhbat qilganga o'xshaymiz. Bir hadis borki, ad-dunya kulluha mata'un, khayrul mata'id dunya al-mar'atu soliha. Dunyo o'zi hammasi bir mato. Mato degani foydalaniladigan narsa. Dunyo matolarini ichidagi eng yaxshi mato soliha ayol deydi. Ayol kim desa, ayol bu avvali do'zaxni harom qilguvchi, o'rtasi dinni to'ldirguvchi, nihoyasi bo'lsa jannatdek joy uni oyog'ini ostida bo'lgan zot ayol deydi. Avvali deyilganda qaysi bir xonadonda bir qiz dunyoga kelar ekan, unga otasi chiroyli ism qo'ysa, soliha qilib tarbiya qilsa va mol-u davlatini sarflab bir yigitga nikohlab beradigan bo'lsa, shu otaga do'zax harom, jannat vojib. O'rtasi deyilganda qaysi bir qiz turmush yoshiga yetib bir yigitga nikohlanadigan bo'lsa, erni dinini to'liq qilguvchi bo'ladi, er qolganini taqvo bilan ziynatlab olsin. Bu xotin. Nihoyasi deyilganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, jannat onalarning oyog'ini ostida. Ya'ni onalarga poyu patak bo'lib qilingan xizmatning orqasida jannat. Bu mana ona. Ayol kim desa, ayol bu opamiz, ayol bu sinimiz. Dar haqiqat opamiz, sinimiz ayol. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Kimni 3 ta opasi bo'lsa, yo 3 ta sinisi bo'lsa, yo 2 ta opasi, bitta sinisi bo'lsa, yo 2 ta bitta opasi, yo 2 ta sinisi bo'ladigan bo'lsa, ular bilan bordi keldi, silai rahim qiladigan bo'lsa, jannati bo'ladi dedilar. Bir sahoba, yo Rasululloh, 2 ta bo'lsa-chi dedilar, 2 ta bo'lsa ham degan ekan. Bir sahoba, yo Rasululloh, bittachi deb so'ragani uyatdim deganlarida bitta bo'lsa ham degan ekan. Opa o'zi kim desa, opa bu o'zi kichkina bo'lsa ham ukasini beshigini tebratgan zot opa bo'ladi. Opalarda qizg'anishlik hissi bo'ladi. Mani jijim, mani ukam deydida, onadan boshqaga ushattirmaydi. Agar ukasi beshikda belanib yig'lab qolsa, ona bechora bor ukangni tebratib qo'y desa, yiqilib, turtinib, surtinib, bo'yi yetmasa, osilib bo'lsa ham tebratgan shu opa bo'ladi. Mana shu joyda shuncha odam o'tirgan bo'lsak, 2 ta non ko'tarib, opa siz ona yo'lliksiz, opa sizni ko'rsam onamni ko'rgandek bo'laman, opa siz bilan gaplashsam onam bilan gaplashgandek bo'laman, opa sizni har qancha hurmatingizni, har qancha xizmatingizni qilsam oz, chunki siz meni beshigimni tebratgansiz, aravachamni yetalagansiz deb 2 ta non ko'tarib xabar olyapmizmi? Xo'p, o'sha 2 ta nonni pulga berar, hech bo'lmasa quruq borib, opa siz ona yo'lliksiz, sizni ko'rsam onamni ko'rgandek bo'laman, siz bilan gaplashsam onam bilan gaplashgandek bo'laman, opa sizni har qancha hurmatingizni, har qancha xizmatingizni qilsam oz, chunki siz meni beshigimni tebratgansiz deb quruq bo'lsa ham xabar olyapmizmi? O'zi bekorchi bizu bo'sh vaqtimiz yo'q. Hech bo'lmasa mana nechiga kirgan bo'lsak, o'ylab qo'yganmizmi? Shu opam bo'ladi. Har qancha hurmatini, har qancha xizmatini qilsam oz, chunki u meni beshigimni tebratgan, aravachamni yetalagan deb jitcha bo'lsa ham o'ylab qo'yganmizmi? Shunchalik ham bo'lamizmi? Opa kim desa, qo'ni qo'shninikida to'y yo bir marosim bo'ladigan bo'lsa, ukachasini qo'lidan yetalab o'ynatgani olib kirib,
o'zi osh yemasa ham ukasiga osh yegizgan ham opa bo'ladi. Hech to'yxonada yo marosimda ko'rganmisiz ukasini qo'lidan yetalab yurgan opani? Biror bir shirinlikni uka ko'rib yeyman deb qolsa, opa ekanda qanaqa qilib bo'lsa ham olib ukasiga yegizgan ham shu opa bo'ladi. Opa kim desa, ukasi og'ir bo'lsa ham, bo'yi tengi bo'lsa ham qora terga botib opichilab yo yelkasida ko'targan ham shu opa bo'ladi. Opa kim desa, ukasi yig'layotganda ukasiga qo'shilib yig'lagan ham opa bo'ladi. Yaqinda bir joyda shuni gapirsam, bir opa aytadilar, yoshligim esladim, opam rahmatlik ajoyib ayol edilar. Biz yosh, biz sho'x, biz to'palanchi, biz sho'xlik qilib to'palang qilsak, onamiz jazolayman desalar, quloqlarini ochib orqalariga turgizib, ukamni urmen deb turib olardilar. Ha sho'xlik qildi, to'palang qildi, jazolash kerak desa, shunday shirin bolani ham uradimi? Shirinligini qarang. Ha shirin bo'lsa ham to'palang qildi, sho'xlik qildi, jazolash kerak desa, bo'lmasam meni uring. Ha nimaga sizni uraman? Siz sho'xlik qilganingiz yo'q, to'palang qilganingiz yo'q desa, ukamni ursiz, ukam ham yig'laydi, men ham yig'layman. Meni uring, men yig'laygu, ukam yig'lamasin deb bizni himoya qilardilar. Opa kim desa, qo'ni qo'shni yo bir mehmon kelib, ukangni mashinaga yo pulga almashasanmi deb deganda qizg'anib almashmayman degan ham opa bo'ladi. Qizg'anayotganini ko'rib mashinani kalitini, pulni ko'rsatib ukasi tarafga qarab yurganda ukasini bag'riga bosib almashmayman, bermayman deb qizg'angan ham shu opa bo'ladi. Shu opa ukachilik uylangin cho'rmi? Nima deysiz? Shu opa ukachilik ota-ona tirikligi cho'rmi? Desa, yo'q, o'lguniga cho'r debdilar. Agar bir opa vafot etsa, ukalarning zimmasiga lozimul ado bo'lgan haq to o'lgunlari cho'r opaning haqqiga duo qilishlik. Agar uka vafot etsa, opalarning zimmasiga lozimul ado bo'lgan haq to o'lgunlari cho'r ukaning haqqiga duo qilishlik debdilar. Tirikligida eslamagan o'lganda eslaydimi? Nima deysiz? Kecha bas, ilgari kun emas, bugun. Chunki ba'zi bir insonlar bor, kecha nima yeganligim esimda yo'q deydi xon. Hali bugun esdan chiqmagandir. Kim opasini yo singlisini mana esladi. Opam qanaq tong ottirdi-kin, singlim qanaq tong ottirdi-kin, mazasi yaxshimikin, sog'lig'i yaxshimikin, mendek akasi, mendek ukasi bo'lib nonushtaga nima yer ekan deb jitcha bo'lsa ham o'yladingmi? Qani haliga ukasini beshigini bermasdan o'zi tebratgan opa ukachilik. Qani qo'ni qo'shninikida to'y yo bir marosim bo'ladigan bo'lsa, ukachasini qo'lidan yetalab o'ynatgani olib kirib, o'zi osh yemasa ham ukasiga osh yegizgan opa ukachilik. Qani ukasi og'ir bo'lsa ham, bo'yi tengi bo'lsa ham yelkasida opichilab ko'targan opa ukachilik. Qani ukasi yig'layotganda ukasiga qo'shilib yig'lagan opa ukachilik. Qani mashinaga ham, pulga ham almashilmagan opa ukachilik. Qani bekorga qolib ketmayapmizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Tahabbu, bir-birlaringga hadya qilinglar, o'rtalaringda oqibat bo'ladi. Aka bo'lib singlimiizga, uka bo'lib opamizga bitta yaxshi libos kiygizib qo'yalyapmizmi? Yilda bir marotaba bo'lsa ham, akam olib berdi-da, akam ota yo'llik, akamni mehri ajoyib, akamdaqa mehribon inson yo'q. Olib bergan libosini qarang deb maqtanadigan, mag'rurlanadigan, faxrlanadigan bitta ko'ylak olib beralyapmizmi? Yo uka bo'lib opamizga, ukam ekanda, ukamni vijdoni bor ekan, ukamni esi bor ekan, ukamni esida bor ekan. Yoshligida opichlab ko'targanlarim, yoshligida aravachalarini yetalaganlarim, ovqatini isitib berganlarim, kartishga tuxum pishirib berganlarim, ko'ylagini, shimini yuvib quritib berganlarim esida bor ekan. Olib bergan libosini qarang deb o'g'liga, qiziga, keliniga, nevarasiga
hatto qo'shnilariga maqtanib kiyadigan bitta libos olib beralyapmizmi? Yo'q desa yo'q ham emasda. Mana turibmiz. Yo'q desa yo'q ham emasda. Bir kun bir hovliga chilyoson qilgani kirsak, xonani o'rtasidan parda to'silgan, bir tarafida 80 yoshlar chamasidagi bir xojona qizlari, kelinlari bilan yotibdilar. Bir tarafida bo'lsa chilyoson qiluvchilar kirdigu xonadagi besaramjonlik, dodoladot, yig'i-sig'i, baqir-chaqirda chilyoson qilishlikning iloji yo'q. Tashqariga chiqib o'g'illarni chaqirib, hoji ona dod deyaptilar, baqiryaptilar, yig'layaptilar. Chilyoson qilishlikning iloji yo'q desak, o'g'illari bir yig'lab oldida, qoraka hoji onani bir akalari bor edi. Yilda 2 marta yo 3 marta ko'yni olib kelib kiygizib ketardilar. Shuni akam olib bergan deb ehtiyot qilib kiyardilar. O'g'illar, qizlar, kelinlar, nevaralarga maqtanib kiyardilar. Shu akalari vafot etib qoldi-yu, kechasi-yu kunduzi kiyardilar akam olib bergan ko'ynak deb. Kiyilib yuvilaverganidan rangi o'chib, uvada bo'lib ketsa ham kiyardilar. Bemor bo'lib qoladilar. Qo'ni-qo'shni qarindoshlar kelayotganidan biz xijolat bo'lib, akalari olib bergan o'sha eski yuvilib kiyilaverganidan rangi o'chib ketgan libosda ko'rsatishlikdan biz xijolat bo'lib, yangi, yumshoq, chiroyli, keng ko'ylak kiygizib qo'ydik. Shunaqa bezovta bo'lib, besaramjon bo'lib, dodoladot qilib, yig'i-sig'i qilib, baqir-chaqir qilyaptilar. Shuning uchun chilyoson qilgani chaqirdi deb turuvdilar. Katta qizlari chiqib, ayibmanda, ayibmanda. Ha, nimaga sizda ayib? Onam menga tayinlagan edilar. Jon qizim, agar men o'zim bilan o'zim bo'lib qolgan vaqtimda akam olib bergan libos egnimda bo'lmasa, akam olib bergan libosni kiygizib qo'ying. Chunki men yaxshi ko'raman, xohlayman. Azroil alayhissalomga shu akam olib bergan libosda jon taslim qilishlikni, topshirishlikni men yaxshi ko'raman, xohlayman. Oxirgi nafasim shu akam olib bergan libosda bo'lishini xohlayman deb tayinlagan edilar-u, lekin men onamni bunaqa ahvolotda ko'rmaganligim uchun iztirobda esimdan chiqib qopti. Hozir dedilar-u, eski uvada rangi o'chgan, taklangan bir narsani olib kirib ketdilar. Bir vaqt o'tib qaytib kiraveringlar dedilar. Qaytib kirsak, xona sokin, xotirjam, yig'i-sig'i, baqir-chaqir, dodoladot yo'q. Yosindan bir mo'min o'quvdi, jon taslim qildilar. Tashqariga chiqsak, o'g'illari yig'layapti. Qoraka, qoraka, akani, ukani olib berganini opa-singil shunaqa ham qadrlaydimi? Qarang, biz yumshoq, chiroyli, keng ko'ylak kiygizib qo'ydik. Akalar olib bergan eski o'sha yuvilib rangi o'chib ketgan bo'lsa ham o'shani qadrini qarangki, o'rnini bosmadi boshqa libos. Yana akalar olib bergan libosni qaytarib kiygizib qo'ydik. Xotirjam bo'ldilar, sokin bo'ldilar. Yig'i-sig'i, baqir-chaqir, dodoladot to'xtadi. Ko'zim tushib qoldi. Ora-orada etagini tortib hidlab qo'yaptilar-ki, xuddi akalarini hidi kelaydigandek. Ko'rdingiz, Yosindan bir mo'min o'qiluvdi, jon taslim qildilar deb yig'layapti. Shunchalik qadrlar ekan, olib beryapmizmi? Yana qaytarib aytamiz, yo'q desa yo'q emasda. Yo'q desa yo'q emasda. Bir joyda shuni ma'ruza qilib gapirib beryapsam, so'rida o'tiribmiz, so'rining yonida bir xonada bir xola shunaqa ham baqiryaptilar, dod deyaptilar-da. Ma'ruza tugagandan keyin derazani taqillasak, bir xola keldilar. Ko'zlari qizargan, abgor bir holatda. "Ha, xola, nima yig'layapsiz? Nima yig'latyapti sizni?" desam, "Bolam, 2ta akam bor, bitta ukam bor, hayot. Shu yoshga kirayotgan bo'lsam, bitta ro'mol ham olib bermagan. Agar akam yo ukam shunaqa ma'ruzalarni eshitib, ko'ngli erib biror bir ro'mol olib kelib boshimga tashlaydigan bo'lsa, xursandchilikdan yuragim yorilib o'lsam kerak" deyaptilar. Biz opa-singil nima deyaptik-ki-na? Nima deysiz? Biz opa-singil nima deb o'ylayaptik-ki-na? Ayollarda maqtanchoqlik degan xislat bor. Shu xislatga ko'ra birorta qo'ni-qo'shnisini akasi yo ukasi bitta paypa yo ro'mol yo bir ko'ynak olib kelib kiygizib qo'ygan bo'lsa, maqtanar ekan. "Akam olib berdi-da, ukam olib berdi-da" deb maqtansa, siz u bizni opa-singlimizni ichi sitirilmayaptimi-ki-na?
sizu biz bilan qanchalik faxrlanadi, akam akamlab qoladi. Akam akam deb qanchalik mag'rurlanadi. Ukam deb qanchalik faxrlanib, qanchalik sizu bizga baho beradi-yu, akalik qilib, ukalik qilib nima qilib qo'yyapmiz a? Nima deysiz? Bitta ko'ynaga shu ayolni yig'latgan, dod degizgan akam ukam bo'lib turib, meni ham o'ylasharmikin deb ichini sidirgan narsa o'zi shu bitta ko'ynak bo'lsa, shu ko'ynak nech pul ekan deb bozorga kirsam 70 ming so'm, 50 ming so'm deyapti, qarang. 50 ming so'mga berib yurar ekan, qarang. Aytishimiz 70, sotishimiz 50 deyapti. Ro'molchi shu ayollar bir faxrlanadigan, "Ey akam, ukam" deydigan shu ro'moli nech pul ekan desam, 15 mingdan 50 ming so'mga cho'r. 50 ming deyotganda 30 mingga beramiz deyapti, qarang. Boring 80 ming so'mga yuragi yorilib o'laman deb tursa-ya, hech o'ylaganmisiz? Meni ham opam yo ukam shuna deb ichi sidirilayotgandir. Qo'ni qo'shnisi maqtansa meni ham akam desa akadigidek, uka desa ukadigidegim boru, meni ham eslasharmikin deb bechora yig'lamayaptimikin a? Shunchalik ham bo'lamizmi? Nima uchun o'zi aka, uka, opa, singilga libos olib beradi desa, yoshligimizda shu akam, shu ukam sovuq ovqat yemasin deb ovqatimizni isitib berganligi uchun. Nima uchun aka, uka, opa, singilga libos olib beradi desa, ko'ylagimizni, shimimizni yuvib, quritib, dazmol qilib berganligi uchun. Kim aytaladi mana shu yerda shuncha odam o'tirgan bo'lsak, meni opam yo sening ovqatimni isitib bermagan, kartishga tuxum pishirib bermagan, ko'ylak shimimni yuvib, quritib, dazmol qilib bermagan deb kim aytaladi? Qilib bergani bizchi. Ulug'larimizdan bir gap borki, kimni onasi vafot etgan bo'lsa-yu, qaniydi onam hayot bo'lganda edi, onamga libos kiygizardim desa, opasi bo'lsa opasiga, singlisi bo'lsa singlisiga libos kiygizsin, onasiga libos kiygizganda savobi beriladi debdilar. Kim onasiga libos kiygizsa, dunyodagi yalang'ochlarga libos kiygizganda savobi beriladi debdilar. Kimni onasi vafot etsa-yu, vaqtlar o'tib opasi yo singlisi vafot etsa, endi ona o'libdi debdilar. Kimni onasi o'lsa-yu, opasi, singlisi hayot ekan, hali ona o'lmabdi debdilar. Chunki ona vafot etgandan keyin opada, singilda onani surat jihatidan o'xshashi bo'lib qolar ekan. Qovul, gap jihatidan o'xshashi bo'lib qolar ekan. Fe'l, qiliqlari jihatidan o'xshashi bo'lib qolar ekan. Agar opasini, singlisini ko'rsa, onasini ko'rgandek bo'lar ekan. Gaplashsa, onasi bilan gaplashgandek bo'lar ekan. Qilig'ini ko'rsa, onasini qilig'ini ko'rgandek bo'lib, qalbi yangilanar ekan. Agar vafot etsa-chi desa, endi ona vafot etibdi debdilar. Bir joyda shu tahaddu degan hadisni kengaytirib bir suhbat qilsam, bir 76 yoshlar chamasidagi bir hojdada mehmonxonaga kelibdilar, ko'zlari qizargan. Mehmonxonaga olib kirib bir piyola choy berib, "Ha qo'ydada" desam, bir ajoyib suhbat bo'ldi-da. Men yoshligimni esladim. Gapirmasam bo'lmaydi. Gapiring. Yoshligimda men 6 yoshlik chamasida, singlim 5-6 oylik chaqaloqligida otam rahmatli vafot etib qoldilar-u, onamiz bir qo'llik bilan bizni voyaga yetkazdilar. Onam tayyorlardilar, "Jon bolam, shu singlingizni ko'yni o'ksik, otangizni ko'rib ko'rmagan, eslab eslanmaydi. Biror marotaba dada deb otasini bag'riga bosmagan, ko'yni o'ksik, singlingizga ozor berib qo'ymen" deb tayyorlardilar. Biror marotaba urushib, janjallashib, qizarishmabmiz deydi. Orozlashmabmiz. Biror marotaba singlim ismlarini aytmabman, singlim meni ismimni aytmabdi. U aka deydi, men singlim deyman dedi. Hatto singlim boy xonadonga turmushga chiqdi. Onam tayyorlardilar, "Jon bolam, singlingizni ko'yli o'ksik, qo'ni qo'shnini oldida hech kimi yo'q ekan" deb
yelkasi qisilib qolmasin. Otam rahmatli hayot bo'lganda xabar olardi, ko'ngil olardi deb eshikka qadalib qolmasin ko'zi. Jon bolam deb tayinlab, hatto vafot etayotganlarida agar onamni rozi qilaman desangiz, singlingizni rozi qiling deb vafot etdilar deydi. 35 yil xabarobman, har juma kuni boraman. Borsam singlim o'tkizgani joy topolmaydi, aytga o'tiring, matga o'tiring, uni yeng, buni yeng. Hatto bir tishlangan, bir sindirilgan narsalarni olib, aka shuni bir tishlovdim, ilinganimdan qolgani tomog'imdan o'tmadi. Siz yeng deb yegizmaguncha qo'ymas edi. Yosh katta bo'lib qolganda bo'lsa yig'laydigan odat chiqardi deydi. Bir yig'lab oladi deydi. Men ham yig'layman. Bir kun so'radim, "Singlim, nimaga yig'laysiz? Mana ko'ryapman, ko'rishyapmiz. Yana nima qilish kerak? Jon singlim, yig'lamang, yuragim nima bo'lyapti?" Aka, bu yig'iga parvo qilmang. Bu yig'i xursandchilik yig'isi. Men otamni ko'rmagan bo'lsam ham siz otamga o'xshaysizda. Siz kirib kelsangiz otam kirib kelganga o'xshaydi. Sizni ko'rsam otamni ko'rgandek bo'laman. Shunga chidalmay yig'layman. Aka, bunga parvo qilmang deb yig'lardi deydi. 35 yil deganda ichimga g'ashlik kirdiki, bu boy xonadonda bu yashasa, yegani oldida, yemagani ketida bo'lsa, dasturxoni to'la bo'lsa, san olib kelayotgan bu 4 ta yog'siz nonni yermidi? Yo moli qo'yiga beradi, yo qo'ni qo'shnisiga beradi degan g'ashlik kirdi-yu, bir juma quruq boraman deb quruq bordim. Quruq borish xijolatchilik bo'lar ekan. Ninani ustida o'tirgandek bo'ldim. Singlim odatiga ko'ra yig'lab oldi, men ham yig'ladim. Keyin xijolatchilikdan bir juma bormadim. Keyin 2 ta juma, keyin 3 ta juma, keyin bir oyda bir marta, keyin 2 oyda bir kun uyda o'tirsam, jiyan kelib qoldi. Tog'a, singlingizni mazasi qochib qoldi. Sizni so'rayaptilar, yurar ekansiz. Borur, o'zim boraman. Voy tog'a, ulgimay qolasiz deb mashinada keldim. Entikib yotibdilar, akalar yotibdilar. Ko'zlari eshikka qadalib qolgan, yuring. Borur, men senga nima dedim, o'zim boraman. O'zingiz bilasiz deb ketdi deydi orqasidan. Velosipedda minib bordim deydi. Borsam, darvozamoni ochiq, kirsam ro'paradagi eshik ochiq. Kirib borsam, singlim o'rtada yotibdi, rangi o'zgargan. Atrofida o'g'il, qiz, kelin, nevaralar. Ular bilan salomlashib, so'rashib, duoyi Fotiha bo'lgandan keyin bir ishora qiluvdi. Hammasi chiqib ketib, yolg'iz ikkomiz qoldik. Singlim yana odatiga ko'ra yig'lab oldi, men ham yig'ladim. Peshonasiga qo'limni qo'yib yig'ladim. Singlim bir yig'idan to'xtadi-da, aka, ichimda bitta orzu, bitta armon bor edi. Shu orzu armon bo'lib qolmasin deb sizni qo'yarda qo'ymay chaqirdim-da. Malol kelgan bo'lsa meni kechiring, meni armonim ham bo'ldi, to'ldi, yetadi menga endi. Nima edi armon? Nimaga buni qilyapsiz? Aka, shu siz otamga o'xshaganligingiz uchun sizni ko'rib jon taslim qilsam, armonim yo'q deb o'ylardim. Mana ko'rdim, mendan rozi bo'ling. Men ham sizdan roziman dedi. Yig'ladim, u ham yig'ladi. Bir holatga yetganda yana yig'idan to'xtadi-da, aka, esingizda bo'lsa 4 ta non ko'tarib kelardingiz. Shu 4 ta nonni men erimga ham, o'g'limga ham, qizimga ham, kelinimga ham, nevaramga ham bermay o'zim yeridim. Berkitib qo'yib yeridim. Suvi qolsa pichoqda kesib, suyuq ovqatga qo'shib yeridim. Erim rahmatli aytardi, ayasi, bu akangiz olib kelgan nonga qo'y yog'i qo'shilganmi, sariyog' qo'shilganmi, novvot qo'shilganmi, asal qo'shilganmi? Bizga ham bering, biz ham tataylik desa, yo'q, bu nonga qo'y yog'i qo'shilmagan, sariyog' qo'shilmagan, novvot qo'shilmagan, asal qo'shilmagan. Bu novvotga akamni mehri qo'shilgan. O'zim yeyman, sizlar boshqa narsa yeyglar deb berkitib qo'yib yeridim. Aka, shu nondan olib kelgan bo'lsangiz, birar to'rg'on bering. Qandaydir ko'nglim tusab, tilim uchiga ta'mi kelib qoldi 3-4 kundan beri. O'g'limga falon joydan bor shu non olib keling desam, olib keldi-yu, siz olib kelgan nonga o'xshamadi-da. Aka, agar olib kelgan bo'lsangiz birar to'rg'on bering dedi. Hozir deb tashqariga chiqib dod deb yig'ladim-da. Qo'y ablah, sen olib kelgan nonni eriga ham, o'g'liga ham, qiziga ham, keliniga ham, nevarasiga ham bermay, o'zi yegan ekan, berkitib qo'yib yegan ekan-u, sen bo'lsang moli qo'yiga beradi, qo'ni qo'shnisiga beradi deb 2 oydan beri shu nonga sen ko'zini qatiribsan deb o'zimni haqorat qilib deydi. Har safar oladigan Navoiy xonamga borib 4 ta nonni olib qora salafanga solib
shoshilib kelsam, singlim omonatini topshirib qo'yibdi-yu, xonadonda yig'i ovoz eshitilyapti. Domla, endi nima qilaman deyapti. Sizu bizni singlimiz, opamiz ham shunchalik qadrli edi-yu, lekin xabar olyapmizmi? Qancha bo'ldi o'zi xabar olganimizga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Jannatda bitta daraxt bor, tanasi jannatda, tomiri dunyoda. Kim agar uni tomiriga chirmashaydigan bo'lsa, jannati bo'lmasdan qolmaydi. Sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, otam, onam fido bo'lsin sizga. U tanasi jannatda, yu tomiri dunyoda bo'lgan u daraxtning nomi nima?" dedilar. "Silai rahim" dedilar. Kim opasi yo singlisini, akasi yo ukasini ziyorat qilaman deb uydan chiqadigan bo'lsa, har bir bosayotgan qadamiga 10 ta savob yozilib, 10 ta gunoh kechirilar ekan. Har bir bosayotgan qadamiga jannatdan bitta bino qurilar ekan. Har bir bosayotgan qadamiga farishtalar qanotini soptirar ekanlarki, yerni bosib qo'ymasin deb. Bunaqa savob qayerda bor? Kim umrim uzun bo'lsin desa, Rasululloh silai rahim qilsin. Kim agar xonadonimda fayz bo'lsin, baraka bo'lsin, xayr bo'lsin desa, silai rahim qilsinlar. Kim agar tuzalmayotgan bemorligimga Alloh shifo bersin desa, silai rahim qilsinlar. Endi mana qiyomat yaqin, odamlarning orasidan silai rahim ko'tarilmagunigacha qiyomat bo'lmaydi deyilgan. Shu sabab bo'lmaylar dedilar ustozimizki, qiyomatni yaqinlashligiga. Agar aka-uka, opa-singilda orasida bir g'illig'ashlik bo'lib, bir ko'ngil xollik bo'lgan bo'lsa, kim birinchi bo'lib kechirim so'rasa, o'sha jannatga birinchi kiradi. Agar bir akami, ukami, opami, singilmi, "Men kechirim so'rayman" deb uydan chiqadigan bo'lsa, to uyga qaytib kelgunigacha har bir bosgan qadamiga ulkan daraxtning yaprog'ini adadicha savob yozilib, ulkan daraxtning yaprog'ini adadicha gunohini Alloh kechirib yuboradi deyilgan ekan. Alloh taolo hammalarimizni rushda hidoyatda qilsin. Iymonlarimizni Alloh salomat aylasin. Hayotda turgan opa-singil, aka-ukalar bo'lsa, umrlarini uzun, rizqlarini keng qilsin. Bemorliklari bo'lsa Alloh shifo bersin. O'tgan opa-singillarimiz bo'lsa Alloh g'ariq rahmat, shohstai jannat, qabrlarini nurlarga ruhlarini shod aylasin. Axiru davana anil hamdulillahi robbil alamin.